Tinchlikmi Zarina? Ali, senga bittaga bitmoqchi edim. Xo'sh. Uyga sovchilar kelgan ekan. O'shanga ertaga uchrashuvga chiqarkanman. Sendan maslahat so'ramoqchi edim. Qanaqa maslahat? Misol uchun o'sha bola o'rda sen bo'lganingda, senga qanaqa sovg'a olsang xursand bo'larding? Ali! Ko'nglingdagini bilishim uchun shu gaplarni aytishim shartmidi? Darsdan qochamizmi? O'zi kimni dars edi? Davron Gafurovchni darslari. Unda qocha olmaymiz. O'shaning uchun ketdik darsga. Ketdi. Men 5 minutga chiqib kelaman, hech qaysing ovozing chiqmasin. Tushunarlingmi? Bittang ovozing chiqsa o'zingdan ko'r. Mana qara. Hayotda qaysi bekat sevgi bekati? Birinchi bekat yoshlik. Ikkinchi bekat sevgi. Uchinchi bekat baxt yoki ayriliq. Как раз o'zi ikkinchi bekatda ko'rishganmiz. Men bilan ikkinchi bekatda birga bo'lasam. Turali armani manga havasi keldi ham avtobus bekatda turdi bir pari tanishganman u bilan chatta. Sochimni tortma. Ali. Nima qilsan? Tegma sochimga. Uyalmaysan qiz bilan sochini tortishga. Shunaqa ham bola bo'ladimi? To'g'ri o'tirgan. Yana bir marta shunaqa qilsang, labdilingni chiqaraman. Ustoz qaramaysizmi? Hop, uzr. Nima bo'pti bu yerda? O'tiring joyingizga. Hop. Nima? Uzr. O'tiring, uzr. Uzr so'radimi u? Mana. Jim o'tirsanmi? Qizim, tug'ilgan kuningda qanaqa sovg'ani orzu qilgan eding? Nima ekan? Eslachi. iPhone 7 Pro Max oranjoy rangi. Rahmat. Tabriklayman qizim. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Lekin tug'ilgan kunimga hali bir hafta bor-ku. To'g'ri, bir hafta bor. Lekin dugonalarim o'sha paytga qaratib bilet olib qo'yibdi-da Tailandga. Endi xafa bo'lma qizim. Yanagi gal seni ham olib ketaman. Xafa bo'lma, xo'p? Qalaysizlar? Zo'r, o'zing yaxshi kelding? Ha. Qara, oyim menga uni aytib berdilar. Tug'ilgan kuningmi? Yo'q, tug'ilgan kunimga hali ancha bor. Bilmayman, o'zim qadar qildilar. Bugun darsdan keyin o'sha men aytgan magazinga boramiz, o'pdimi? Hozir shuncha kiyimlarni bitta iPhone 17 dan rangi uchun qildingmi? Ha, zo'rku. Nimaga? Chunki menga yoqadi. Boshqacha rang qilaylik, hatto ko'k ko'ylak olaylik. Yo'q. Oyoq kiyim almashtiraylik rangini. Soatda aytyapti. Yo'q. Nimaga? Men hammasini bitta-bitta qilganman bularni. Mana qanaqa zo'r turibdi. Menga rosa yoqadi iPhone 17 rangi.
Hatto bu qora kiyim olaylik bitta. Yo'q. Sen tushunmaysan-da. Ayrılıp men aklı hushimdan qizlarni ko'rardim tushimda. Men bu kiyimni kiymayman. Nima kiymaysan? Men bu kiyimni kiymayman. Nima kiymaysan? Rangini qara, qayerdan kiyaman? Nima qilib turayinga zo'r qora qalbitasini bitta-bitta yig'ib chiqqan bo'lsak. Yoqmayapti, kiymayman. Kiyasan. Men xafa qilmoqchi bo'lmasang kiyasan. Kiymayman. Kiyasan dedim. Kiymayman. Kiymaysanmi? Yo'q, kiymayman. Kiymasang yo'qol. Va, iPhone 7mi? Ha, 17. Oyim sovg'a qildilar. Zarina, senga rosa havasim keladi. Oyim shunaqa sovg'alar olib beradilar. Men esa senga havasim keladi. Nimasi yoqmadi o'sha kiyimni? Bironta yoqadigan joyini ko'rdingmi? Rangi ham trendda bo'lsa. Yana trendmish. Hammasini bitta-bitta yig'ib chiqqanman. Shuncha narsani yig'ib zararmi? Ha, nima? Endi shu bahona ajralib ketasizmi? O'zing bilan yarashmoqchimisan? Jasur, yaxshimisan? Senga bitta taklifim bor. Yaxshimisan? Gapir. Keyin ikkalasini yarashtirib qo'yaylik. O'zim ham senga shuni taklif qilmoqchi edim. Keyin bitta plan tuzamiz. Qanaqa? Ketdi yo'lda aytaman. Umida Zarina qani? Tartibida o'tiribdi. Plan o'zim tuzgan boraman. Xavotir olasan, tushaman. Tezroq olib tushgin, bir amallab. Alina so'radi. Ali ko'chada tap-tayyor takoy, kuyov bolacha qilib qo'ydim uni. Hop, olib tushaman. Nima kerak bor edi mana shuni? O'rta jinnimisan? Bugun 14-yu, yarashib olasizlar. Bizani yarashishimizga Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan kunning nima aloqasi bor? O'rtoq, bobom davrida yashayapsanmi? 14-fevral, sevishganlar kuni. Bu tezroq podarkan tayla. Tayyormani? Ana kelyapti. Tayla tezroq, tayla podarkan. Tayyor. Yurgin. Nima bo'pti uyda? Hech nima bo'lmayapti. Nima bu? Zo'r narsa. Buni mana limon choy ichasan, bundoq bosib qo'ysang, o't sovutib beradi. Nima olding buni? Bugun Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan kuni o'shanga. Qanaqa 14-fevral, sevishganlar kuniga? Ha, o'shanga. Menga olding buni. Ha? Men senga podarka olmagandim. Necha manda ikkinchisi bor? Ikkalamizga bir xil. Rahmat. Zara? Чего печалишься ты? Ведь сейчас пацаны просто так без любви дарят дамам цветы.